Qaranglar. Mana go'zallikni qarang. Ha, sizlar ham ketyapsizlar. Молодцы, gap yo'q. Впечатление отлично, конечно. Какое отличное впечатление. Город красивый. Taassurotlarim judayam katta. Siz qayerdan o'zi? Toshkentdan. Как toshkentliklar taassurotda ayting, taassurotda. Ha? Yoqdimi? Odam ko'rmaganman yo'lida. Avvalambor assalomu alaykum. Assalomu alaykum hurmatli kanalimiz kuzatuvchilari, hurmatli obunachilar, sog'misizlar, salomatmisizlar? Barchalaringizga xayrli kun. Qadrdonlar, juda ko'pchilik so'radi, Sarbon shifo qayerda, Sarbon shifo qayerda deb. Shunchadan beri video qilaman. Efirlarda yangi kuzatayotgan insonlar adresimizni so'rashadi. Azizlar, bizning manzilimiz Farg'ona viloyati Toshloq tumani Zarken shaharchasi, Sarbon shifo sog'lomlashtirish va dam olish maskani. Azizlar, mana shu logotipimiz, mana shu arkadan u yog'i Sarbon shifoga kirib kelish boshlanadi. Keyin bitta sizlarga go'zallikni ko'rsatay, mana shu yoqqa qaranglar. Mana shu go'zallikni sizlarga ham bir ko'rsatay. Bizdan uzoqlashmay turinglar. Hozir birozdan so'ng biz mana shu Sarbon shifo sog'lomlashtirish va dam olish maskaniga kelgan dam oluvchilarimizni, davolanayotgan bemorlarimizni aylantirish uchun Marg'ilon Cityga olib chiqib ketamiz. Hozir bizda kechki sut vaqti. Mana gullarimiz ochilishni boshladi, mana qaranglar. Qanchadan qancha gullar. Hozir mana qaranglar qanaqa gullar bor. Gulni go'zalligini qarang. Mana qarang gulni go'zalligini. Mananisini qarang. Har xil turdagi qizili, ola chipori, oqi har xilidan bor bu yerda gullarda. Hop. Sizlarga ham ilinmanda. Endi hali to'liq ochilgani yo'q gullar. Xudo xohlasa bir 15 kun, 20 kunlar dan keyin vatta to'liq ochilib ketadi bu gullarimiz mana. Qaranglar. Mana go'zallikni qarang. Mana shu yo'lak mana shu yerdan boshlanadi Sarbon shifoga kirib kelish. Men kelingda mana gulni ko'rsataman. Hozir Urgutdan kelgan bir mehmon menga operatorlik qilib yuribdi bu yerda. Mo gulchalar qarang endi go'zalligini. Bunisiga nima deysiz endi? Mana gulchani ko'ringda, endi mana gulni qaranglar. Go'zalligini. Bunisiga nima deysizlar endi? Bunisiga nima deysizlar endi? Bunisiga. Ko'rdingizmi? Qanaqa chiroyli gullarimiz bor. Bu yerda. Hammasi atirgul. Qanaqa gullarimiz bor bu yerda. Xo'p. Azizlar. Endi hozir Sarbon shifo sog'lomlashtirish va dam olish maskanida kechki sut vaqti boshlandi. Mana shu sutlarni ichib bo'lganlardan keyin ujindiq bo'lishgandan keyin bemorlarimiz Xudo xohlasa mana shu videoni yakuniga qo'yib o'taman. Shu mana shu davolangan kelgan insonlarni olib borib shu Marg'ilon shahrida yangi tashkil etilgan shu Marg'ilon Cityga, ya'ni Burxoniddin Marg'iloniy turizm kompleksiga olib boramiz. Bu yerda shu musiqali fontanlar, hammasini borib tomosha qilib, maza qilib, dam olib, yayrab kelishadi Xudo xohlasa. Endi uzoqlashmay turasizlar, kuzatib turasizlar. Odamlar kelyapti mana Sarbon shifoga. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Bu azlar tuya fermamiz. O tuyalar ko'rdilaring, mana shu ichkarida tuyalar mana. Bu yoqda tuya fermamiz. Sarbon shifoni
tuya fermasi. Bu yerda mana hozir gullar mana shu yoqdan ketyapti. Ertaga 15-20 kundan keyin shunaqa ochiladi bu gullar. Kelayotgan insonlar shuna bag'ri dilini yayratib turadi. Farzandlarni tashlab ketishyapti. Mana shu uzun yo'lakdan kirib kelasiz, ana shu arkadan boshlanadi Sarvon shifo. Va bu yoqdan chiqib ketayotganlarga mana oq yo'l deb qo'ygan. Keyin yana bir narsani aytib o'tay. Avvalo barchalaringdan Alloh rozi bo'lsin. Rahmatulloh bolajonimiz eson-omon Hindistonga yetib olibdilar. Otalari bilan gaplashdim telefon orqali. Hammalaringga rahmat aytdi. Xudo xohlasa bugun erta inshaalloh bu video keladi Rahmatullohdan. Bo'layotgan ishlar, jarayonlar bo'yicha. Mayli aka, salomat bo'ling. Yaxshi yetib oling. Bo'layotgan jarayonlar bo'yicha video lavhalar yuborib turishadi. Xo'p. Endi bu yerga keladigan bo'lsangizlar, bu bizning Sarvon shifo sog'lomlashtirish va dam olish maskani. Vodiy tuyalari hosteliga qarashli Sarvon shifo dam olish maskani. Tabiiy tuya suti bilan davolanadigan maskan. Bugun mana shu yerda barcha kelgan bemorlar davolanadi. Mana shu yerda. Endi hozir birozdan so'ng azizlar kuzatib turinglar. Bundan ham zo'r go'zallikni sizlarga ko'rsataman. Balki ko'rganlar bordir. Balki ko'rmaganlar bordir. Bu ko'rmaganlar uchun eksklyuziv video bo'ladi. Sizlarga shu Marg'ilon City'dagi shu musiqali fontanlarda hammasini ko'rsataman. Endi bu yoqdagi gullarimizga e'tibor beringlar. Bu yoqqa mana hozir yangi joylar tashkil qilyapmiz. Mana e'tibor bergan bo'lsalaring, umumiy yangi joylarimiz tashkillanyapti. Mana bu yoqda bilyardlarimiz, shaxmat, narda, shashka, mana suvrilarimiz. Endi bu yoqdagi gullarga e'tibor bering. Bu yoqdagi gullarimiz qaranglar ochilganlarini. O'ta ham go'zal ochiladi gullar. Mana. Fonli gullarimiz ochilyapti. Bu yerda mana Tojikistondan kelgan mehmonlar, bu yoqda mana Toshkent viloyatidan kelgan mehmonlar, aynan mana shu yerda tabiiy tuya suti ichib davolanishadi. Xo'p, bo'lmasa kuzatinglar azizlar, uzoqlashmanglar. Go'zallikda endi ko'rasizlar. Biz bilan qiziqqan insonlar ekranlardagi telefon raqamlarida qilasizlar. Mana, xudo xolasa azizlar, bizni delegatsiya, ya'ni Sarvon shifodagilar. Sizlar bormaysizlarmi? Xudo xolasa yaxshi bo'lib olavering, keyin olib ketamiz sizni. Keyingisiga borasizlar. Denoli xolam yana ketyapsiz. Malades. Ertaga ketasiz-da? Xudo xolasa mana bir avtobus odam to'planyapti. Xudo xolasa. Assalomu alaykum hojiona. Sizga bugun bitta go'zallikni ko'rsatib kelaman. Marg'ilonga olib borib, bitta zo'r go'zallik. Xo'p, endi bo'lmasa qadrdonlar. Biroz kuzatib turinglar. Hozir borib ana shu bir avtobus odamda. Mana shu odamlar. Aylantirib kelamiz. Sizlar ham ketyapsizlar. Malatsi, gap yo'q. Hojona tayyormisiz? Bo'ldi, ketdik. Yuringlar bo'lmasa. Bo'lmasa kuzatinglar. Hozir birozdan so'ng boramiz hamda u yoqdagi holatlarni ham ko'rsatamiz.
Dizaynga prosta gap yo'q. Azizlar, shu Sarbon shifodagi dam oluvchilarimiz mana mazza qilib aylanib yurishibdi. Впечатление отлично, конечно. Какое? Отличное. Впечатление, город красивый. Na. Taassurotlarim judayam katta. Siz qayerdan o'zi? Toshkentdan. 3 oyda ichida bunaqangi qurilishda qilishi o'zi bo'ldi. Albatta. Juda ham go'zal. Qilganlarga Yo'q, men eng qiziqayotgan narsa bir avtobus odam qani? Nimaga shunaqa shu narsani alohida aytib qo'yayman. Aylanishga kelganda, Namangan gullar bayramiga borganimizda ham gullar festivaliga shu bir avtobus odam tarqab ketadi-da, keyin men ularni yig'ishtirib, qidirib, qayerda nima qoldi, hammasini topib kelaman. Agar shunaqa Sarbon shifoga kelgan insonlarda sayohatga chiqqanda iltimos, birdan bo'lib, chiroyli bo'lib, bitta delegatsiya bo'lib, chiroyli bo'lib yursak, bu yana boshqa. To stoyankaga mashinani qo'ydirib kelgunimcha mana 4 ta xojon ham kutib o'tiribdilar, xolos. Qolgan hammasi o'zini yo'lida hammasi ketgan. Endi qo'ldan kelgancha aylanib yuribmiz. Endi hozir birozdan so'ng muzikalniy fontan boshlanadi. Shuni ko'rishga boramiz. Bu odamda qarang betdagi. Yurgan odamda. Bu mana Otabek. O'tgan kunlar. Alohida gap bo'lishi mumkin emas. minoraga qo'yilgan 3 oyda ichida bu minorani ko'tarishni. Ana qara. Ya bu bitta minora emas, 3 oyda ichida butun bir kompleksni shu darajada yetkazish. Dizaynga qaranglar. Mazza. Men Daryoda yurib kelyapman. Mana bunaqa yurgan, ya. Hop, endi azizlar, biz sheriklarimizni qidirishni boshlaymiz. Ular ham mazza qilib aylanib yurishdi. Shunaqa Sarbon shifoga kelgan dam oluvchilarimizni vaqti bilan shunaqangi aylanishlarga ham olib chiqib turamiz. Inshaalloh keyingi sayohatlarimiz Namangan viloyatida o'tkaziladigan xalqaro gullar festivaliga olib borish planlarimiz ham bor. Inshaalloh boshlansa unga qadar mana hozir shu Marg'ilonimizning go'zal joylarini shu mehmonlarimizga, ya'ni bizni viloyatimiz mehmonlariga, Sarbon shifoga kelgan mehmonlarga ko'rsatib boryapmiz.
Xo'p, qadrdonlar va nihoyat mana Marg'ilon City'ga qilgan sayohatimiz yakuniga yetdi. Men shalobbo bo'lib ketdim, uyib ketdim. Xullas zo'r, taassurotlar zo'r, mazza qilishdi mehmonlar. Xo'p. Toshkentlikchalik bo'ldimi? Ha? Toshkentlikchalik. Впечатление хорошее, Voy. отличное. Sarboshxo'ga keldilar. Sut ichamiz, to'g'ri Marg'ilonga Kelinglar. aylanishga. Necha yildan beri orzuga qilib oxiri keldik. Endi bir marotasiz Toshkentga keling. Xudo xolasa. Семьей приезжаем. Xo'p, hamma-hammaga rahmat azizlar. Endi qisqacha oldik, chunki ko'p joyda musiqalar bor. Avtorskiy tushib qolmasligi uchun shu musiqali joylarda ololmadi, lekin aylanishlarimiz juda ham chiroyli bo'ldi. Mana azizlar, yetib keldi sayyohlarimiz. Kak Toshkentliklar taassurotni ayting, taassurotni. Ha? Yoqdimi? Ko'rmaganman yo'lida. Yoqdimi? Mana kech kirganda damda olishib, aylanishib kelishdi. Qale yoqdimi? Bormagan, ko'rmaganlar ko'rdilaringizmi? Denolilar ikkinchi marta ko'ryapti. Yana jicha tursalaringiz, keyingi haftaga ham boramiz. Xo'p, azizlar, mana nihoyat mana yetib keldik kechasi. Bo'lsa ham aylantirib sayohlarimiz mana nihoyat qidirib topdik. Shu yerda ko'rishdik bizlar bilan. U yoqda yo'qotib qo'ydik. Lekin qale yoqdimi? Mazami? Xorazmlik. Mazza qilib dam oldik. Judayam ajoyib. Yoqdimi? Yoqdi. Mazza qildik rosa. Favorani ko'zlaringiz salomat bo'linglar. Endi uyim bor meni ham. Sizlar joylashtirib olsam keyin ketaman-da. Ha? Siz nima dedingiz? Men shunaqa pana-panalarda yuraman-da, mashinani stoyankaga qo'yib, "Qo'y! To'planib turinglar" deguncha nima qildilaring? Mana hali ham to'planaylik. Kimda ayb? Ha, bo'pti-da. Men o'z stoyankaga mashinamni qo'yib, hali ravodni oldiga kirib turinglar. O'sha yerda to'planib, mana. Oyoq osti Fantaga boramiz, desa oyoq osti Mana kelgan hali 4 ta hojoni kutib o'tirgan ekanlar. O'sha 4 ta hojoni olib, mazza qilib ular mazza qildilar. Maza qildik, siz bo'lmadingiz-da. Yosh sizlar mazza qilsalaring bo'ldi. Yana ham chiroyli ana bo'ldi. Yaxshidan bo'linglar. Xursand bo'lsalaring, xursand. Sizlar o'tgan safar bordilaringiz-ku. Kichkinalar. Endi keyingi safar sizlarni olib boramiz. Hammaga rahmat. Qadrdonlar, mana kechasi ham tinglamiz, ishlayapmiz, mehmonlar ko'nglini oldik. Bugungi kunimiz o'tdi. Ertaga ko'rishguncha hammaga. Sog' bo'ling. Odiljon Xomidov boshchiligidagi Vodiy tuyalari Sarbon shifo sanatoriyasida tabobat asosida shifobaxsh tuya suti yordamida quyidagi kasalliklarga shifo topishingiz mumkin. Jigar xastaliklari, sirroz, gepatit B, gepatit C, qandli diabet, allergik kasalliklar, oshqozon ichak kasalliklari, buyrak xastaliklari, yurak qon tomir kasalliklari, asab kasalliklari, bronxit, bronxial astma kasalliklari bo'yicha murojaat qilishingiz mumkin. Shuningdek, shifo maskanida dam olish va tibbiy muolaja xonalari mavjud. Sog'ligingizga hozirdan qayg'uring. Murojaat uchun telefonlar 91 668 52 00 90 408 0080. Manzil: Farg'ona viloyati Toshloq tumani Zarken shaharchasi, Dasht mahallasi.